Assalomu alaykum azizlar. Demak, sizlarga bugun Vengriyada 1 oy davomida yetkazib berish xizmatida qancha pul ishlab topganimni aytaman. Buning evaziga sizlardan yoqtirma va qo'llab-quvvatlash kutaman. O'zi Vengriyada talabalar uchun ish topish qanchalik oson? Agar siz Budapest yoki Debrecen kabi katta shaharlarda bo'lsangiz, ingliz tili bilan ish topish sizga juda ham oson. Undan boshqa shaharlarda sizdan venger tili talab etilishi mumkin. Bu ko'rib turganingiz Volt tomonidan menga iyul oyi uchun to'lab berilgan oylik miqdori. 1 oy davomida 6-7 soatdan ishlab 8 300 000 so'mdan ziyodroq pul ishlab oldim. Vau, 1 oyda shuncha pul topdingmi deb o'ylamang. Vengriyada soliqlar, platforma, birlashmalar ushlamalari juda ham ko'p. Ular hozirda mendan ishlagan pulimning 30% dan ko'prog'ini olib qolishmoqda. Bu degani agar 1 oy ishlagan bo'lsam 10 kun faqat bepul ishladim. Va yana siz Yevropaga talaba bo'lib kelayotgan bo'lsangiz, bir narsani unutmasligingiz kerak. Siz bu yerga o'qish uchun kelyapsiz, pul ishlash uchun emas. Agar siz pulga qiziqib qolib ketadigan bo'lsangiz, o'qishingiz qolib ketadi. Kelajakda siz hozir ishlagan pullaringizdan 10 barobar, 100 barobar ko'p pul topishingiz mumkin, inshaalloh. Siz chet elga o'qish bahonasida ishlab pul topish uchun kelayotgan bo'lsangiz, sizga maslahat bermayman. Undan ko'ra O'zbekistonda o'qib, o'sha yerda ishlab pul topganingiz 1000 marotaba yaxshi, ishoning. Ha, aytgancha, agar siz stipendium Hungarkim orqali talaba bo'lib kelayotgan bo'lsangiz, siz eng ko'pida haftasiga 30 soat ishlashingiz mumkin.